كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله من قلبه شانه الله. Umar radhiyallohu anhu Abu Muso al-Ash'ari radhiyallohu anhuga maktub yozdilar. Kimning niyati xolis bo'lsa, Alloh taolo u bilan odamlarning o'rtasida kifoya qiladi. Kim insonlar uchun Alloh taolo uni qalbida bilib turgan narsasidan boshqasi bilan o'zini bezab ko'rsatsa, Alloh taolo uni sharmanda qiladi. Jasadni ruhi bo'lganidek, amallarni ham ruhi bor. Amallarning ruhi ixlosdir. Ruhsiz jasad qanday chirilsa, ixlossiz amal ham shunday chirib ketadi. Alloh taolo chirik amallarni qabul qilmaydi. Amallaringiz ko'rinishda qanchalik katta bo'lmasin, agar unda ixlos bo'lmasa, Alloh taolo qabul qilmaydi. Shayton Alloh subhanahu va taologa aytganki, izzatingga qasamki, albatta ularni hammasini yo'ldan og'diraman. Illo ulardan muxlis bandalarinigina ozdira olmayman dedi. Agar shayton sizni aldayotgan bo'lsa, bilingki, ixlosingizni tekshiradigan vaqt keldi.